Assalomu alaykum. Hurmatli Shavot Avto kanali obunachilar, do'stlar, bugun navbatdagi reklamamiz Spark bo'ladi. Chokosvet 2020-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r. Bilasizlar, bu avtomobil вообще hozir hamma yere shahar ichine, qishloq sharoitiga mos avtomobil bo'lib qoldi. Avtomat korobka, 4 tane gofra balon qo'yilgan, metan ham toza ustanovka qilingan, mejigar pultlari bor, zo'rindan chexollar ustanovka atilgan, koja chexollar qo'yilgan avtomat korobka. 103 ming kilometr yurgan do'stlar, liboy proverka. Xalasangiz kompyuterda tekshirasiz, xalasangiz ustasini olib borib tekshirasiz. 103 ming o'zini haqiqiy yurgani bir ega do'stlar, bir ega o'zi bu avtomobilni donig'anlar biladi. Ya'ni avtomat korobka, radarlarni acha tutdi, mejigar pult, xullas hamma narsasi tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham chotki bo'lib turibdi, qirchilgan, chizilgan yerlari yo'q. 4 tane gofra balon, metani toza qo'yilgan. Arka aynalar tonirovka qilingan. Xullas, olib avtomat korobka haydayman deydigan insonlar uchun yoki bo'lmasam yangi pravo olib mashina haydab yurgan insonlar uchun zo'r variant do'stlar. Bilasizlar, avtomat korobka Spark o'zi narx ham qimmat yuradi, sifat ham zo'r bo'ladi. Bu avtomobil do'stlar, hozir motor qismini ko'rsataman, eng qiziqli yerini do'stlar. Hali Cobalt'larda endi chiqib boshladi bu motordan. Klapan guydirmaydigan motor chiqardik deb reklama qilib turibdi, lekin bu уже 2020-yilda chiqqan bu motor yana qaranglar. Klapan guymaydi bu avtomobilda. Chunki hozirgi Cobalt'larga qo'yilib turgan motorda ishlab chiqarilgan bu. Xullas, holati zo'r, kamchilik yo'q. Вообще 95 million so'm narx aytamiz do'stlar. Bank, barter hamma narsa bor. Bemalol ekranda pastda turgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar, telefonlashib, kelishib olaverasizlar. Narxi 95 million so'm, avtomat korobka do'stlar, 2020-yil. Like bosamiz, videoni Spark izlab tashlab qo'yamiz do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Hammaga omad, hammani keltirgan yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Shuning chiroyli avtomobillarni olib haydash nasib qilsin do'stlar. Kanalda obuna bo'lib qo'yamiz, chunki hali avtomobillarimiz ko'p, bir qator reklama qilib chiqaramiz. Hammaga omad, like bosamiz.